Hamyurtlar hammaga assalomu alaykum. Bugun Xudo xolasa 2026-yil 4-iyun o'zlarimizni Shavot Qazaqol Otko'rmada bir og'amiz otablina buyurdi. Bugun bitirib topshirdik. Bu xonadonimizga noviki ketganimizda hamma vajlarni o'zlarimiz bilan olib keldik. Bu xonadonimizga ketgan vajlar 29 million 100 ming so'mlik bo'ldi. Inshaalloh meni qo'ldan kelgancha akkuratni etib ishlab berdik. Şu videoni ko'rgan yurtdoshlarimiz like bilan podpiskalaringizni oyamanglar. Qo'ldan kelganchagina zamonaviy batareyalarni qo'yib, akkuratni etib, hozir уже otablina so'g'an ekan, o'chirgan ekanlar. Shundan ham uyning egasini o'zi qizg'onni ko'rganda gaplatib, "Ag'a, otablina normalniy qizdimi? Rahmat do'stim. Aytgan ishlarimiz ma'qulmi?" Esaga insha otabliniga 1 yilcha garantiya. Xudo xolasa nov kamisi bo'lsa bemalol murojaat etaverasiz. Reklama kerakmi? O'zi yaxshi axir xudo xolasa. Yo'q, reklama kerakmi? Ajoyib bu. Bo'ldi. Tushunishim bo'yicha lekin. Ajoyib. Endi hamyurtlar ko'rib tursalar, nov deydi o'zal. Yaxshi ish, arzon bo'lmaydi, arzon ish yaxshi bo'lmaydi jo'ralar. Yana ko'rib turganlaringizning batareya xonasi kichkina, lekin batareyalarni katta deb uyning egasi menga aytgandek deb qo'yib berdim. Bo'lmasa bera 10li, 15li normal edi. Lekin 20li qo'ydi, 20li qo'yib berdim. Sababi buni bir yeri yaxshi hamyurtlar. Ini shu joyini nechalik kvadratini katta qo'ysangizlar batareyani, ina bu masalan qatyolni ekonom variantda ishlatib bilasizlar. Ekonom variantda ya'ni gazni sezonni limitdan oshmaydi. Sababi bu batareyani masalan 1 kvadrati, masalan bir danasi 2 kvadrat, 2 kvadrat qizdiradigan bo'lsa, bu 70 gradusda qizdiradi hamyurtlar. Ana bu masalan 50 gradusda ya 40 gradusda qo'yadigan bo'lsa, bu 1,7 1,5 kvadrat qizdiradi. Ana buni men 1 kvadratdan uyning egasi bilan moslab 1 kvadratda bu degani 30 gradusda qo'yadi, lekin ini shu uyi o'tdan bo'lib turadi xudo xolasa. Shuning uchun kafolatini berib, nasib etsa, buni hali qishda ko'chiraman dedi, qishdan videosini chiqarib beraman hamyurtlar. Yine kime xizmatlarimiz ma'qul bo'ladigan bo'lsa, pastdan nomerlarimizni qo'yamiz, bog'lanaverasizlar. Shu videoni ko'rgan yurtdoshlarimiz like bilan podpiskalaringizni ayamanglar. Bu xonadonimizni ish boshlagan vaqtda 32 million chiqarib berdik, hamchot lekin. Endi shura bir batareyasi qo'yilishi kerak edi, shu batareya qo'yilmay qoldi. Shuni evazini bu yerda pulni zazori qaytaldi. Endi bu yerga necha katel qo'ydingizlar desangizlar, hamyurtlar dam ekonomishni, hozirgi zamonaviy aqti kotyolni ustanib ketdik. Kotyolimizni ishlashi sifati zo'r. Xudo xolasa limitdan oshmaydi. Sababi bu kotyol Ispaniyadan o'tib, tekshirinib, kafolatini berib, o'zi nima deydi misol, tekshiringan vaj bo'lgandan keyin orqayin kafolatini berib turibman hamyurtlar. Kimga xizmatlarimiz ma'qul bo'lgan bo'lsa, pastdan nomerlarimiz qo'yamiz, bog'lanaverasizlar. Shu videoni ko'rgan yurtdoshlarimiz like bilan podpiskalaringizni ayamanglar. Hammaga rahmat. Samatib qizdi axir. Bo'ldi. Endi Xudo xolasa hamyurtlar sizlar ham agar buyursangizlar 1 yil kafolatini berib, ishi chiroyli chiqarib berib ketamiz. Hammaga rahmat.